Demak, mana bizga berilgan chizmamiz, ya'ni eni 90 mm, balandligi 20 mm deyapti. To'g'ri chiziq funksiyasiga kiramiz. Mana 90 mm deb yozamiz. Yozdik. Va shuni o'zini nusxa olamiz. Kopirovat qilamiz u 20 mm yuqoriga tashlab qo'yamiz. Endi biz buning markaziy o'q chizig'ini chizishimiz lozim bo'ladi. Mana chizdik. Ya'ni mana bu pastdan to aylananing markaziga qadar, ya'ni 50 mm deyapti. Pastdagi chizig'imizni belgilaymiz, kopirovat qilib 50 ta yuqoriga tashlaymiz. Mana bo'ldi. Ana endi bizga aytayaptiki, mana bu bilan mana bu yerning o'rtasidagi masofa, ya'ni 35 mm. Mana bu ikkinchi chizig'imizni olamiz, ya'ni kopiya qilib, nusxalab yuqoriga 35 ta ko'taramiz. Mana bo'ldi. Endi bizga aytayaptilarki, aylananing diametri, ya'ni 40 mm deyapti. Bitta ana bu kattasi, ichkaridagisi 16 mm. Xo'p, demak buni ham bajaramiz. Birinchisi 40 mm, ya'ni 20 radius kiritamiz. Ikkinchisi esa, ya'ni 8 kiritamiz. Bo'ldi. Ana endi bizga aytayaptiki, mana bu yelkadan mana bu yelkagacha bo'lgan masofa 50 mm. Ya'ni o'q chizig'imizni olamiz, kopirovat qilib 25 chap tomonga tashlaymiz, 25 o'ng tomonga tashlaymiz. Mana bo'ldi. Va kerak bo'lmagan qismlarni olib tashlaymiz. Ana endi mana bularni ham olib tashlasak ham bo'ladi. Bizga kerak emas. Endi birlashtiramiz. Mana bu uchidan mana bu yergacha xuddi shunday qilib o'ng tomonini ham shu turishda bajaramiz. Mana bo'ldi. Va mana pastki qismida kerak emas joylarni olib tashlaymiz. Xuddi shunday mana bu yerda ham. Ana endi bo'ldi. Ichkari qismda ham. Yo'q, ichkari qismda bor. Sababini hozir tushuntiraman. Va bizga aytayaptiki, mana bu nimasida o'yiq joyi, ya'ni 16 mm deyapti. 16 mm. Biz nima qilishimiz mumkin? Bir vaqtning o'zida shu aylanalardan chiziq chiqarishimiz mumkin. Bir vaqtning o'zida shu yerning o'zida, ya'ni aylananing ikki chetidan yuqoriga qarab to'g'ri chiziq chiqarsak ham bo'ladi, yoki mana bu markaziy o'q chizig'ini belgilab ikki tomonga 8 mm dan kopirovat qilishimiz ham mumkin. Farqi yo'q. Qaysini bajaray? Xo'p. 8 mm dan chiqaramiz, kopirovat qilamiz. Chap tomonga hamda o'ng tomonga. Mana bo'ldi. Va keraksiz qismini biz olib tashlaymiz. Mana bo'ldi. Bu chizig'imiz, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu chizig'imiz bizga ko'rinmas chiziqqa aylanadi. Sababi u ichkari tomonda qolib ketyapti. Lekin men buni ko'rinar holatda taxlayapman. Sababi bizga hozir bundan bir nusxa olib, ya'ni 3D ni bajarishimiz uchun. Bo'ldi. Ana endi hech qayeri qolmadi. Ya'ni bu frontal ko'rinishi, ya'ni old tomondan ko'rinishi bo'lyapti. Men shu chizmamizni olaman, nusxa qilib olaman. Kopirovat deymiz. Bitta. Tak, keling mayli yana pastiga. Ikkita va ana shuni o'zidan yana ikkita olaman.
Nima uchun bunday qilganimni hozir tushuntiraman. Keling, mana shu birinchisini olamiz. Kerak bo'lmagan qismlarni olib tashlaymiz. Mana shu joyini olamiz, bunisini olib tashlaymiz, buni va buni. Mana bu qismini esa, ya'ni bo'ldi. Va ana bu qismini ham olib tashlaymiz. Bizga eniga aytayaptilar-ki, e'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni 60 mm. To'g'rimi? Biz 60 mm bo'lgandan so'ng mana shuning o'zini 60 mm ga ko'taramiz. Buning uchun nima qilamiz? Vizualniy stilga o'tdik. Bu yerda вытягивание tugmasidan foydalanamiz. Ya'ni 60 mm. Mana bo'ldi. Endi aylantirib ko'rishimiz mumkin. Mana. Ko'ryapsizlar, xohlagan tomondan ko'rib chiqishimiz mumkin. Ana endi bizga old tomondan svidu ko'ramiz. Endi mana shu ikkala nusxadan foydalanamiz. Demak, buni olib tashlaymiz, bizga kerak emas. Buni ham xuddi shunday. Ana endi mana bu qismini biz ko'tarib olamiz 18 mm ga. Nima uchun 18 mm? Sababi enimiz 60 mm, o'rtadagi tirgagimiz 24. 24 bo'lgandan keyin 60 dan 24 ni olib tashlasak 36. 36 ni 2 ga bo'lsak, ya'ni 18. Xuddi shunday, ya'ni 18 ko'tarib olaman. Ya'ni bu ikki nusxada. Shundan ham bitta nusxa olib qo'yaylik. Mana, demak, вытягивание tugmasiga kiramiz. 18 mm bir, ikkinchisiga ham xuddi shunday, ya'ni 18 mm deb belgilayman. Ana endi ko'rib chiqamiz aylantirib. Mana ko'ryapmiz. Endi buni biz joylashtirib chiqishimiz lozim bo'ladi. Olamiz, belgilaymiz bittasini. Переместить deymiz. Переместить. Mana bu uchidan olamiz, bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Mana bu ustiga tushdi. Endi biz nima qilamiz? Uni ichkariga kirgizishimiz kerak. Demak, o'zini belgilaymiz. Переместить deb 18 mm pastga tashlaymiz. Mana bo'ldi. Xuddi shunday. Endi mana bu detaldan ajratishimiz kerak. Uning uchun nima qilamiz? Ya'ni вычитаниеga kirdik. Ya'ni mana shu detalning o'zini tanlaymiz. Qaysi detal qolish kerak bo'lsa, o'shani tanlaymiz. Enterni bosamiz va olib tashlanadigan detalni tanlaymiz. Mana buni. Va yana bitta enter bosamiz. Avtomatik ravishda o'zi olib tashladi. Mana ko'rishimiz mumkin. Ko'ryapsizlar. Ana endi buni ham pastidan joylashtirishimiz lozim bo'ladi. Nima qilamiz? Buni olamiz, belgilaymiz. Переместить deymiz. Mana bu uchidan olib bu uchiga qo'yib qo'yamiz. Ana endi bu avtomatik ravishda o'zi pastga joylashyapti. Sababi o'zi yuzadan yuqoriga qarab chiqqan edi. Shu tufayli. Ana endi nimani вычитаниеni olamiz, bosamiz, qaysi obyektdan qaysi obyektni olib tashlash kerakligini ko'rsatamiz. Ya'ni tanladik obyektimizni, enterni bosamiz. Endi olib tashlanadigan obyektimizni tanlaymiz va yana enterni bosamiz. Mana bizga mana bunaqa holatga keldik.
Endi biz aylanasini joylashtirishimiz lozim bo'ladi. Biz uning uchun nima qilamiz? Buni bemalol o'chirib tashlasak bo'ladi, bizga kerak emas, foydalanib bo'ldik. Endi aylanamizga keladigan bo'lsak, bularni ham o'chirib tashlaymiz, bizga kerakli joyining o'zi yo'q. Ana endi aylanani tayyorlab qo'ydik. Endi aylanani tayyorlab qo'ydik. Biz ya'ni вытягиваниеga kirdik. Bosib turib, ya'ni 44 mm deymiz. Hozir nima uchun 44 mm ekanligini aytaman. 2dga kiramizdagi qaranglar. Ya'ni nima uchun 44 mm? Mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan, ya'ni balandligi 44 metr. Radiusi esa ya'ni 20 diametrga 40 mm bo'layapti. Mana o'shani biz bemalol siz bilan birgalikda ko'rishimiz mumkin. Aylantirib ko'ramiz. Mana. Ko'rinyaptimi? Xo'p, yaxshi. Ana endi agar xo'p desangiz, mana shuni men boshqa rangga bo'yasam va buni ichiga joylashtirishimiz uchun bir-biroviga qarishib ketmasligi uchun qaysi rangga bo'yaymiz? Ayting. Zеленый? Хорошо, zеленый. Bo'pti. Mana zеленый. Ana endi olamiz, buni joylashtiramiz, ya'ni jismning o'ziga, katta obyektimizga переместить deymiz va ostidan joylashtiramiz. Mana bo'ldi. Ko'rib chiqishimiz mumkin. Endi bizga aytayapti, ya'ni uning mana bu jismimizning eni, ya'ni 60 ning teng yarmi 30, to'g'rimi? Bunda esa 44. 60 dan 44 ni ayiramiz. 16 ning teng yarmi 8. Demak 8 mm yuqoriga ko'taramiz. Belgilaymiz. Переместить deymiz. Ya'ni 8 mm vверх. Mana bo'ldi. Demak bemalol buni ko'rishimiz mumkin. Mana teng yarim qismida. Har tomonlama ko'rishimiz mumkin. Ana endi bu ham bo'ldi. Buni ham o'chirib tashlasak bo'ladi. Bizga kerak emas. Endi bizga aytayaptiki, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa qancha? Demak biz uni o'lchaymiz. Bu yerdan bo'lgan masofa bizga 17 mm bo'ldi. Buni ham bajardik. Hamda mana bu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa. Shu yerdan mana bu yergacha bo'lgan masofa 15 mm. 17 ga 15 mm bo'lgan bitta nima chizamiz? Kub chizamiz. Xo'p. Demak, to'g'ri chiziq funksiyasiga kiramiz. 15 deymiz. Eniga 17 deymiz. Yana 15 olib kelib bog'laymiz. Shundan ikkita nusxa, ya'ni o'zining nusxasini olamiz. Bizga ikkita kerak. Davay. Mayli. Birinchi переместить qilib joylashtiraylik mana bu yerga. Bittasini joylashtirdik. Buni olib tashlaymiz, bizga kerak emas. Xuddi shunday qilib joylashtiramiz. Kopировать deymiz u. Bu yerdan mana bu yergacha. Bo'ldi. Ana endi buni ham balandligi 24 mm qilib joylashtiramiz. Uning uchun вытягиваниеga kiramiz. 24 deymiz. Xuddi shunday qilib bunisini ham. Mana bu ham 24. Ana endi aylantirib ko'rishimiz mumkin. Mana. Xo'p, tushuntiraman hozir. 2dga kiramiz. Mana. Sababi mana buning oralig'i 24. Buning oralig'i bun bilan barobar, buni bilan barobar. Shu tufayli 24. Xo'p,
Ana endi biz buni nima qilishimiz kerak? Olamiz-u, ya'ni joylashtirishimiz kerak. Joylashtirishimizdan oldin agar xo'p desangiz, biz buni boshqa rangga bo'yasak, qaysi rangni tanlaymiz? Ayting. Siniy qilamizmi? Yo krasnoymi? Qaysisi? Ayting. Sizga ma'qul bo'lgan rangni ayting. Хорошо, qizil bo'lsa qizil bo'la qolsin. Mana bo'ldi. Ana endi buni olamiz-u, переместить qilamiz общий detalimizga. Agar xo'p desangiz, undan oldin men mana shu detal bilan bu detalni ikkalasini birlashtirsam, ikkita obyektni bitta obyektga aylantirsam. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Ya'ni объединение degan tugmamiz bor. Kirdim, belgilayman birinchi detalimizni va ikkinchi detalimizni. Ikki detalni belgiladim-u, enterni bosaman. Mana bosdim. Bir vaqtning o'zida ikkalasini ham qabul qilyapti. Ana endi mana bu detalimizni bu katta detalimizni ichiga joylashtiramiz. Ya'ni переместить qilib. Belgiladim, переместить tugmasini bosamiz va pastidan ushlab mana bu yoqqa olib kelib joylashtiramiz. Mana joylashdi. Endi bemalol aylantirib ko'rishimiz mumkin. Mana. Endi ana shu detallarimizni, hozir qo'shib qo'ygan detallarimizni mana bu katta detalimizdan ajratib olishimiz lozim bo'ladi. Uning uchun nima qilamiz? Вычитаниеga kiramiz. Ya'ni asosiy katta detalimizni belgilaymiz. Enterni bosamiz va olib tashlanadigan detallarni belgilaymiz. Buni hamda buni va enterni bosamiz. Mana bo'ldi. O'zi avtomatik ravishda buni olib tashladi. Endi aylantirib ko'rishimiz lozim bo'ladi. Mana, marhamat. Xohlagan tomondan aylantirish ko'rishingiz mumkin. Ana endi biz detalimizni olamiz-u, endi uning 3 ta proyeksiyasini yasashimiz lozim bo'ladi. U qanday bajaramiz? Hozir ko'rsataman. Demak, buni olamiz-u, yuqoriga переместить qilib olaylik. Detalni o'zini nusxalaymiz 3 nusxada. Kopировать deymiz. Gorizontal tekstlikka qo'yamiz bittasini fronta profil tekstlikka qo'yamiz. Bo'ldi, hozirchalikda. Ana endi qaranglar. Biz buni uchalasini ham bir xil ko'ryapmiz. Lekin hozir chap ko'rinishga o'tamiz. Chap ko'rinishga o'tdik. Umumiy hammasini belgiladik va uni 90 gradusga aylantiramiz. Переместить deymiz, повернуть deymiz na 90 gradus. Mana bo'ldi. Old tomondan ko'rinishga o'tamiz. Mana. Hali oxirigacha yetgani yo'q. Endi gorizontal tekstlikdagi ko'rinishimizni o'zgartirishimiz kerak bo'ladi 90 gradusga. Повернуть deymiz. Mana 90 gradusga aylantirdik. Endi belgilab ozgina переместить qilamiz o'zining yoniga qo'yish uchun. Bo'ldi. Ana endi old ko'rinishda ko'ramiz. Mana old ko'rinishda, ya'ni aylanamiz, ya'ni silindrimiz, buning ikki chetdan o'yilgan silindr, mana bu tirgaklarimiz va mana bu yerda ikkita detalimizning plashatkasi. Endi bizga aytayaptilarki, endi nima qilishimiz kerak? Olib profil tekstlikdagi ko'rinishini o'zgartirishimiz lozim. Uning uchun nima qilamiz? Ustki ko'rinishga o'tamiz.
ko'rib o'tdik. Va biz buni aylantiramiz 90 gradusga. Повернуть deymiz 90 gradusga. Va alt ko'rinishga o'tamiz. Mana bu. Demak, qaranglar, bizga 3 ta ko'rinish hosil bo'ldi. Agar biz buni aylantirib ko'rsak, mana bemalol mana bunaqa holatda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu alt ko'rinishi, bu ustidan ko'rinishi, bunisi esa yon tomondan ko'rinishi. Ya'ni fan tilida gapirganimizda gorizontal tekislikdagi proyeksiyasi, frontal tekislikdagi proyeksiyasi hamda profil tekislikdagi proyeksiyasi. Ana endi biz buni frontal tekislikdagi proyeksiyadan nusxa olib, ya'ni 3D'sini yaratamiz. Kopirovat deymiz, belgilab olib turib va bitta nusxasini olamiz. Iloji boricha pastroqqa qo'yganimiz ma'qul. Chunki bir-birovga xalaqit bermasligi uchun. Ana endi bu yerda biz nima qilamiz? Olamiz-u mana shu nimamizni chizmamizni endi buni 30 gradusga aylantiramiz. Поворот beramiz 30 gradusga. Повернуть deymiz. Ya'ni 30 gradus. Mana bu. Chap tomondagi ko'rinishga o'tamiz. Sleva o'tdik. Va buni ham 30 gradusga buramiz. Ya'ni minus 30 gradusga. Xuddi shunday. Minus 30 gradus. Va alt ko'rinishga o'tamiz. Mana bo'ldi bizga. Shu ko'rinishga keldi. Ana endi nima? Yo'q, hozir ko'rib yo'q, ko'rinyapti. Hozir bitta повернуть qilaylik. Повернуть. Minus 45 gradus. Повернуть. Ustki ko'rinishiga o'tamizdan, ya'ni buni 30 gradusga qayramiz. Mayli 20 ga, farqi yo'q. Keling shu 30 gradusga birinchi burayotgan va chap tomoniga o'tamiz. Mana chap tomoniga o'tamizdan minus 30 gradusga aylantiramiz. Minus 30 gradus. Mana bu. Va alt ko'rinishiga o'tamiz. Mana. Ya'ni bizga bu yerda ko'ryapsizlar, alt tomondan ko'rinish beryapti. Yon tomondan va ustidan bemalol ko'rinib turibdi. Endi biz buni olamiz va joylashtiramiz o'zining joyiga. Переместить deymiz. Mana bo'ldi. Ana endi biz buni xohlasangizlar ana shu joyigacha ishlanglar. Xohlasangizlar mana buni hammasini belgilab, ya'ni mana bu yerda ploskiy sнимок qilib bemalol bajarishingiz mumkin. Aynan nima uchun shunday bajarsangizlar ham bo'ladi deyapman. Sababi bu yerda bajarsangizlar to'liq, ya'ni detallarning ichki organlarigacha ko'rib chiqishingiz mumkin.
Uning uchun nima qilamiz? Buni расчленить qilamiz, hammasini belgilab va bittama-bitta endi qayerda asosiy chiziq va qayerda yordamchi chiziqlar yoki ko'rinar, ko'rinmas chiziqlarni belgilashimiz mumkin. Ya'ni vesni bosamiz. Qolgan joyini davom ettiramiz. Xo'p, bizga aylanamiz ko'radi, ichini ko'rinadi, bu yeri ham ko'rinadi. Qolgan ikki qismi esa uning ichki ko'rinishi. Ya'ni qayerdan ko'rsak bo'ladi buni. Mana, ana bu yeri. Shuning uchun biz mana bu yerni ko'rinmas chiziqqa aylantiramiz. Ya'ni другойni tanlaymiz, загрузить deymiz, bittasini tanlab, hammasini olamiz va OK deymiz. Ana endi shu chiziqlarimizni невидимый, ya'ni ko'rinmas chiziqqa aylantiramiz. Mana bo'ldi. Bitta detalimizni bajarib bo'ldik. Birinchi ko'rinishini, ya'ni frontal ko'rinishini. Ana endi bizga profil ko'rinishi qolyapti. Ya'ni nusxa olamiz. Va ana bu chiziqlarimiz bizga umuman ya'ni nima kerak emas? Shtrix chiziqqa aylantiramiz. Hamda mana bu chizig'imiz. Bu chiziqlarimiz bizga mutlaqo kerak emas. Ana bo'ldi. Endi buni ham bajardik. Ana endi profil tekstlikdagi ko'rinishini. Demak, kopирование свойствdan kiramiz, buni olamiz, bu yog'ini bajaramiz. Yana qayerda ko'rinyapti bizga? Mana bu qismi, bu qismi ko'rinadi. Hamda mana bu qismi. Bunisi qismi esa, ya'ni silindrimizning ichida o'yiq silindrimiz bor. To'g'rimi? Mana shunday. Ana endi buni ham bajarib bo'ldik o'rtoqlar. Endi oxirgisi bizga, ya'ni 3D modeli qolyapti. 3D modelini ham ko'rishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak, pastki qismi to'liq bo'ladi. To'g'rimi? Bu aylana ham, mana bu aylana hamda mana bu qismi. Endi detalimizning mana bu qismi ham bizga ya'ni ko'rinadi. Shunaqami? Bu qismi ham ko'rinadi. Mana bu qismi ko'rinadi bizga. Bu qismi, mana bu joyi. Bu joyichi. Mana bu joy ko'rinishi kerak-ku bizga. Ko'rinmaydi. U orqa tomonda. Faqat mana bu qismi. Shundaymi? Yo'q, bu qismi ham ko'rinmaydi. Tak, mana bu joyi ko'rinadi bizga. Mana bu joyi ko'rinadi. Mana bu qismi, bizga ko'rinadi xolos. Va ana bu yerda shu joyi ko'rinadi.
Qolgan qismlari biz uchun nima? Hammasi ya'ni ko'rinmas chiziqqa aylanib qoladi. Demak, boshladik. Ko'rinmas chiziq joyini bajaramiz. Mana bu yer, bu yeri. Tak. Mana shu yeri to'liq. Buning ichi to'liqligicha. 2 yon tomoni, mana bu qismi. Mana bu burchak. Mana bu aylanamizning o'zi hamda mana bu qismlari ham bo'ladi. Ana hurmatli talabalar, siz bilan bitta chizmani oxirigacha yetkazdik. Faqat sizdan talab qilinadi bu yerda nima qilish? Markaziy o'q chiziqlarini qo'yib, o'lchamini qo'ysangiz bo'ldi. Xohlasangiz, ya'ni mana bundan olib bu yoqqa qo'yishingiz mumkin. Ya'ni hissettirdi. Xohlasangiz, ya'ni mana bunday bajarishingiz mumkin. Xohlasangiz birinchi variantda, ya'ni bularni olib tashlab, mana shunday 3 proyeksiyasini bajarib, hamda 3D sini bajarishingiz mumkin. Xohlasangiz bunday qo'yishingiz mumkin. Umuman bez razniца. Bunda ozgina vaqt ko'proq ketadi. Unday qoldirsangizlar ham mayli, shunday qoldirsangizlar ham mayli. Umuman farqi yo'q. Mana tinglaganlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.